mehmonxonaning resepsiyon qismiga qiz bola qo'ygan ma'qulmi yoki o'g'il bola? Men 5 yildan beri mehmonxonada turgan hisobiga bu masala bo'yicha o'zim fikrimni aytmoqchiman. Agar sizni mehmonxonangiz doimiy mijozlarga xizmat ko'rsatsa, ya'ni 1 oylik, 2 oylik yashaydigan mijozlarga xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, o'g'il bola turgani ma'qul. Chunki mehmonxonada doimiy turgan paytingiz juda ko'p muammolar, juda ko'p tushunmovchiliklar chiqaradi va uni o'g'il bola oson hal qiladi. Endi agarda sizni mehmonxonangiz bir kunlik mehmonxona bo'lsa yoki qo'shni ochidagi mehmonxona bo'layotgan bo'lsa, bu holatda qiz bola turgani ma'qul. Nimaga deganda, bu qiz bola turgan mehmonxonada kelgan mijozlar rad etish ehtimoli juda kam bo'ladi. Nimaga deganda, qiz bolaga yo'q deyilmaydi odatda, mayli deyiladi, bir kun bo'lsa ham joy olinadi. Endi buni o'ylab ko'rishingiz kerak. Mehmonxonangiz nima orqasidan, qaysi mijozlar orqasidan ko'proq daromad qilyapti? O'shandan kelib chiqqan holatda odam belgilaysiz. O'zi sizning fikringiz qanaqa? Qiz bola qo'ygan ma'qulmi resepsiyonga, ya'ni kirishda kutib olayotgan insonga yoki o'g'il bola qo'ygan ma'qulmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.